Salom do'stlar, bugun sizlar bilan yana men Dravik mana yangi video roligimga xush kelibsiz. Bugun biz nima qilamiz? Bugun men sizlarga qishlog'imni ko'rsatmoqchiman. Video kamroq bo'lar lekin like va obunani ayamaysiz degan umiddaman. Mana go. Qaralar, bu meni uyim. Bu meni uyim. O'zga qanday? Necha baho? Mana meni uyim, meni sandig'im, mana divan ustidan. Короче, bu qishloqni Shohuz kanalidan ko'rsangiz bo'ladi. U ham shu qishloqda o'ynaydi-da. Shunaqa qishloqda. Mana meni uyim. Hammada bor. Mana Minecraft blogerda qishloqda video oladigan. Mana lava. Mana men qo'shnimni uyi. Mana bunisi ham. Meni uyi mana shu. Mana shu meni uyi. Mana qo'shnimni uyi. Bu minoramiz. Hozir minoradan chiqib ko'rsataman. Можно tursa mikrofon. Mana qishlog'im. Ko'ringlar. Endi minoramiz. Shu kunlarda nimagadir otlar ko'payib ketyapti-da. Mana bular qaranglar-da. Yo, what the fuck? Videoligim qisqa bo'ladi. Qalaysan Jitil? Qalay, Dravik? Yaxshi. Kecham tushib qolibdi-ku o'zi. Uyga kir, uyga. Eshikni ochib uxlayapman. Yoz-ku. O'zi har tun isib ketyapman. Mazza qilib uxlayman lekin. Yo. Oldinlar oqshom buni eshikni ochmasdan yotganimda isib ketardim. Mana kirolmayman, qulflab ketgan mana. Masalan, mana ochib bo'lmaydi. Mana bu meni polizim, mana bu mana shuni polizi. Buni polizi qani desalaring. Mana buni polizi orqasiga qurib olgan. Azim yerda tanishtiraman sizlarga. Vallahi buni qishloqlarni uyini ko'rsatay. Endi nima qarab tursan menga? Mana bular ham hammasi ishga chiqqan hozir. Bir xil uy. Qaralar. Bu yerda yaqin qishloqlar bo'larku, qochib tur. Ashga qarashga joy. Mana hamma joy ko'rinadi. Faqat anoday yetib borolmaydi-ku shunga. Masalan, men shunday chiqib qaraydi-da, nima bo'lyapti ekan deb. Tushamiz endi. Короче, bu g'ashida yaqinchalik tez borolmaydiganlar uchun qurilgan. Bu esa bu uy sotiladi, hech kim yashamaydi. Kim yashamoqchi bo'lsa mayda. 1 stak emas. 3 stak dollarga sotiladi mana shu ikkita poliz bilan. 3 stak emas, merdan so'raychi. Menimcha ustiga. Assalomu alaykum mer. Yaxshimisiz? Qalaysan, Dravik? Yaxshimisan? Nima qilib yuribsan? Qishlog'imizda obunachilar ko'rsatay dedim-da. Meni ham olyapsanmi? Sizni uyingizga ham olyapman-da. Yaxshi. Mana sandig'im yerni. Aytgancha ana uy bor-ku sotiladigan, o'shani qanchaga sotamiz dedingiz? U 5 stak dollarga sotiladi.
Ha. Mana sandiqlari. Bo'pti. Mer. Mana endi har xil tarafdan ko'rsatib chiqay. O'zi 5 minut bo'ldi. Men buni eksport qilganimcha megabaytim xotiram ketadi. Mana bu tarafdan qornim ancha chiqib qoldi. Ochib ketdi. Videoni to'xtataman-da ovqat yeb olaman. Qaranglar. 4,5. Yani 5,5'de canım. Karnım. Hech narsada. Menimcha ovqat yeb olaman-da. Men videoni tugagandan keyin mana bu tarafi. Endi u tarafini ko'rsataman. Olti minut bo'ldi. Mana bu tarafdan. Mana bu qushlar, bu uylar. Bu yoqdan ko'rsataman mana. Videoni to'xtatib ko'rib olasizlar bo'lar. Mana yana. Uyga bor endi. Voy, chopolmay qolyapman. Voy, oyoqlarim. Uyga yetib keldim. Voy. Video shu joyga tugaydi. Videoni shu joyga ko'rgan bo'lsangiz obuna va like tugmachalarni bosib qo'ying. Xayr.